Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Hozir biz beton quyish jarayoniga keldik. Albatta endi hozir ish bugundan boshlandi. 2025-yil 30-may sanasi, hafta kuniga juma. Bu video qilishimizdan maqsad hozir albatta ozgina yerimiz mana tayyor qilib Samsungda podushkalarda ko'ylatib qo'yilgan. Ko'ringlar aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar. Hatta ozgina sho'r bor. Mana sho'r sababli bu endi bunga nima qilyapsiz? Qo'ldan kelgancha hozir podvalli mana obyektni hozir bir qator ko'rsataman sizlarga. Bitta ikkita oilaga moslangan ikkita dorixonali, 2 etajli uy solinyapti. 2 etajli uy. Podushka 70-80. Bugundan ish boshlandi. Aziz yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, mana bu video qilishimizdan maqsad nima? Qani sho'r bor joylarga qanday nima qilish kerak? Sho'r bor joylarga biz sizlarga ko'rsatamiz, qadrli obunachilar. Batga hozir biz mana bir mashina ham shag'al ham yo'q, metsuso hech narsa, sementimiz ham yo'q. Batga tayyor mishalkada sement zavoddan sement gaplashganmiz. Xudo xolasa ertaga u jarayondan ko'rsatamiz. O'shani gaplashdik. 300 markali bor ekan, 250 markali. Hozir bir qaror kelgan, 250 markami, 300 markami, o'shani bir qaror kelganda sizlarga narx-navosini ham aytib o'tamiz. Qanchadan to'g'ri kelyapti, qancha bo'lyapti. Sizlar ungacha like, podpiska bosib qo'yinglar, Arshilus kanaliga obuna bo'linglar. Mana armaturlarni topib kelib tayyor qo'yganmiz mana. Mana 12li, 14li, 16li bor, stержkan setkalar bor podvalga mana. Hammasini shu tayyorlab olib kelib qo'ydik. Ustalarimiz ko'rinmaydi desangiz, mana ustalar shatda hamma ishlayapti. Bu proyekti ham juda chiroyli chiqqan. Hozir sizlarning ko'zlaringga bir boshqacha bo'lsa kerak, yaxshi ko'rinmayotgandir. Proyektlari bor. Buni proyektini $200 chiqartirganmiz. Agar kimgadir kerak bo'lsa, tekinga bir o'zim xolisona kommentariy yozsalaring, tashlab qo'yaman. Xolis bizdan hech bir pul talab qilinmaydi, xolisona. Hozir o'zimiz obunachilarimizga beraveramiz. O'zimiz uy, o'zimizga qarashli, begona emas. Mana qadrli obunachilar, mana nimaga sho'r joyga nima qilish kerak? Sho'r bor joyga biz mana kilonka kattagina qilib salafan yozyapmiz. Qadrli obunachilar, yurtdoshlar. Bu podval stejka bo'ladi. Polnisi podushkali qilib 230 podval, tepasiga plita tashaladi. Ustalarimiz pastda ishlashyapti. Endi kimdir qurilish qilib, o'sha sho'r bo'lsa yerida nima qilish kerak? Kilonka olasiz. Mana rulonda bir hozir ko'rsataman sizlarga. Bitta rulonda 950 mingga olibdi. Olindi. Bu yetadi deyapti. Ustalar yetmasa yana necha olib. 1 milliondan qochmasalar, sho'rdan qutulasizlar. Birli o'sha qalin, ana hozir divanyoq qilib tashalyapti bu. O'sha qalin kilonga. O'shandan o'rtasini yormasdan tashlab yuborishyapti. Ular sho'rni chiqarmaydi, hech narsa qilmasdan mana tashlashyapti. Uni tepasiga karkas to'qilib
armaturadan setkasini tashlab betonni ertaga tayyor beton kelishiga joyini tayyorlanyapti xudo xohlasa. Bu joyimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan bo'lyapti qurilish. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Shirus kanaliga obuna bo'linglar. Qiziq videolar chiqaramiz. Manfaatli videolar chiqarib qo'yamiz xudo xohlasa. Bu videoni chiqarishdan maqsad nima? Bu videoni chiqarishdan maqsad qadrli obunachilar, yerlaring sho'r bo'lsa, 2 etajli obyektlarga Samsungda ko'yilayotgan yaxshi bu poydevol mana bu yerdan qadrli yurtdoshlar, bu yerdan poydevol ko'tarilgan. Bu poydevol qatirib turib, o'sha har bir 20 sm turpoq tashalganda tepasi qatirilgan. Hali bir xil o'ylaydi-da, poydevol qatirib turib, qatirgan joyini olib tashlab Samsung deyiladi. Bu yo'q, bu xato. Har 20 sm turpoq tashalganda katta o'sha nima deydi, o'sha katta traktor qatirgan. Mana qatib ketgan, qatlam bo'lib, bo'sh joy chiqqan yo'q. Bu joy mana qatib yotibdi, u tagigacha o'sha qatta joyigacha kelindi, xudo xolasa. Ustalar ham ko'rishi zo'r qatibdi deyapti. Hali bo'sh joy chiqmadi. Samsung ham zo'r yo'lab oldi buni. Endi albatta qurilish qilayotgan odam asosiy tagiga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ustalar ham endi ko'pi bilsa kerak buni. Asosan shu betoni mustahkam bo'lsa, poydevoli keyin tepasini sekin qilsa bo'laveradi bu. Bu videoni chiqarishimizdan maqsad qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar, o'sha qurilish qilayotganda sho'r chiqib qolsa yeringiz nima qilish kerak? Bunga misol uchun kilonka yozib turib, qora qog'oz yozib turib, sho'rni yo'qotsa ham bo'ladi. O'sha maqsadda chiqaryapmiz. Hali bu video xudo xolasa ertaga qurilish jarayoni, betonni quyayotgan jarayonni ham olib chiqamiz. Albatta bitguncha chatamiz. Sizlardan iltimos, like, podpiska bosib qo'yinglar, kommentariy yozinglar, xato kamchilik bo'lsa. Tashgan setkalari. Endi buni narx-navoni ko'pchilik bilsa kerak. Biz bir hafta bo'ldi olganimizga. Bu video hozir 30-may bo'lsa, 2025-yil. Biladi, 14 lida o'sha 8,5 mingdan olindi. 12 lida, 14 lida 13.800, 16 li. Mana 16 ligimiz. 15.800 o'sha Farg'ona deyapti deb olib keldi. Namangan, bitta Namangan bor, Farg'ona kirgilik bor, Namangan, 16 li ham Namangan. O'sha bir hafta 10 kun bo'ldi olib kelinganiga. Setkani kvadrati, o'sha donasi 29-30 mingdan bo'ldi. 3 kvadrat chiqargan bitta donasi. Qadrli yurtdoshlar, shu hozircha sizlar ko'rib turgan obyekt. Xudo xolasa buni yana chiroyli qilib olib chiqamiz. Hali bitgan tepaga chiqish jarayonini ham sizlarga hali ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Asosiysi kim qurilish qilyapti 2025-yilda, asosiysi padushka, betonga ko'proq e'tibor beringlar. Endi men kuchli usta bo'lmasam ham aqlim yetib qoladi. Shu ustachilik nimasiga ko'p yuramiz. Endi o'zlaringlar bilasizlar. Ozgina ekonom qilib betonni ertaga sho'ridan yo bo'lmasam beton yorilish oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tosh, endi tosh bu devor tagidan chiqqan toshlar ora-orada tashaladi, ko'p bas, bir 20% tashlaymiz deyapti, joy ko'p bas. Shu toshlarni tashlab yuboramiz deyapti usta. Mana to'ldirib tosh tashalmaydi. O'sha tayyor mishalkada olib kelib, o'sha mishalkada quyiladi. Bemalol ko'rib
Proyektlar zarur bo'lsa, qiziqqan odamlar bo'lsa, obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz proyektga bu ikkita oilaga moslanyapti. Xudo xolasa 2 etaj bo'lyapti. 2 etaj. Bu kimga kerak bo'lsa kommentariy yozinglar, kommentariyada Telegramda tashlab qo'yamiz. Bu огородimiz 16 so'tga bemalol shu proyektimiz sig'di. Uzuni 28,5 metr, eni 11 metrga sig'yapti. Endi bu video kimgadir qiziq bastuylar, kimgadir qiziq. Bu qurayotgan odamga albatta qiziq. Qanday qilsam deb bosh qotirayotgan odamlarga bir chiroyli bir nima deydi, video bu qilyapmiz, umid qilyapman. Mana quloq bilan eshitgandan ko'z bilan ko'rgan yaxshi. Обязательно mana podushka qo'yinglar. Yorilmaydi, xudo xolasa. Armatura tashinglar. Hali ko'ramiz. Armatura tashalayotgan jarayonni ham olib chiqamiz, xudo xolasa. Karkas o'qishni boshlashdi bolalar. Bu joyda sho'r borligi uchun o'sha sizlarga olib chiqyapman-ki, boshqa joylarda ham sho'r bo'lib qolishi mumkin yerlarda. O'shaning uchun sizlarga bir chiroyli video qilishga harakat qilyapmiz, tushuntirishga. Buni Samsung o'yladi, to'g'risi Samsungga endi har xil joyda narx-navosi har xil. Samsungda qanchadan ko'lashi, bu albatta soatini 250 mingdan ko'ylandi shu joyda. Keyin turpoq berdi, turpoqni sotib oldi, ozgina $100 ko'yladi. 20 mashinami, 10 mashina turpoq berdi. Xizmat qilganiga o'sha turpoqni sotib oldi. Bizga turpoq yetarligida. Bizga o'sha 10-15 mashina turpoq to'kib berdi, qolganini o'zlari olib ketdi. Samsungcha ko'ylab beradigan. Endi sizlarda ham savol tug'ilishi mumkin. Paydvol ko'tarmasdan beton quyib chiqsa bo'ladi. Yo'q, unga rasxod ko'payib ketadi, to'g'risi. Endi o'zlaring bir hisob-kitob qilib ko'rasizlar. Nimaga siz betonni quyib chiqqandan keyin bu noldan olib chiqish juda qiyin. Mana ko'ryapsizlar. Bu paydvolni qattiqligi zo'r. Suv to'ldirildi 20 sm, har bir 20 sm turpoq tashladi, ustida mashina yurdi, traktor o'zi yurib qatirib berdi. Shu sizlarga chiroyli yana video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha, xayr. Ustalarimiz ishlayapti. Hozir ularni ishga xalaqit qilamizda. Hali yana bir qator ular bilan suhbatlashamiz. Bularni ishini men olib chiqaman. Qanaqa ishlar qiladi bular? Ishlari chiroyli, tekis. Chiqarib qo'yaman ishlariga javob. Xudo xolasa. Men ko'rgan ustalar ichida yaxshi nomer 1 desa ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan ko'rishamiz. Alisher Rus kanaliga obuna bo'linglar. Like, podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariy yozing.